Avvalambor sizni e'tiboringizni butun qip-qizil salonga qaratmoqchiman. Bu juda go'zal. Avtomobilda yana e'tiborni tortuvchi yana katta detal bu uning ruli. Zamonaviy avtomobildan ushbu avtomobilga o'tirgach, bu rul sizga juda ham ingichka tuyuladi, lekin u juda ham qulay va noyob. Barcha vaz avtomobillarning isitish tizimi juda yaxshi ishlagan. Isitish tizimi yoqish tugmalari bu yerda joylashgan. Ikkita dona deflektor bor va u ham oldi oynaga yo'llangan. 06 da sovutish sistemasi juda oson bo'lgan. Konditsioner yo'q. Yoz kunlarda ochiq oyna va qish kunlarda maxsus oynacha ish bergan. Maxsus oynacha tashqariga to'liq burilgan zamon shamolni to'g'ridan-to'g'ri sizga yo'llaydi. O'z vaqtida bu yoz kunlarida haydovchi va yo'lovchiga juda asqotgan. Uzatma qutisi 4 pog'onali bo'lgan, lekin vaqt o'tgan sari u 5 taga o'zgargan. Yevropaga eksport qilingan modellarda avtomat ham bo'lgan. Это что такое, а? Jiguli o'rindiqlari juda chiroyli bo'lsa ham, lekin juda ham noqulay. Bu lokatsiyaga kelgungacha oyoqlarim juda ham charchab ketdi. Zamonaviy mashinadan keyin ushbu mashinada doimo gaz pedalini bosib turish juda ham qiyin. 21:03 dan keyin 06 da salon ichidagi eng katta o'zgarishlardan biri bu bosh tegidagi yostiqchalar bo'lgan. Bardachok bu yerda o'zgacha tepaga ochiladi. Ho, qarang, bu yerda navigator ham bor ekan. Butun Jigulilarning akkumulyatorni o'tirishiga katta sababchi bo'lgan ushbu salon chiroqlaridir. Shu yoritgich chiroqlarni sog'ingan odamlar bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiringlar.